Assalomu alaykum ommalaringizga yana bir bor. Bugun 5-noyabr 25-yil. Satinimizdan delfin rangidan 2 metrlik ko'rpachamiz, 3 metrlik xon taxtani girdi uchun biyi bolaga zakazga tikdim. 4 ta 60-60 yostiqlarimiz bilan birga. Yostiqlarimizni ham girdiga lablubacha qilib, zamoglar qilingan, 05lar qilingan, ichki hamma tikilishlari overloga yopilgan, qoplari qilingan. Ko'rpachalarimiz 7 ta qavlishga yurilgan. Hozir men sizlarga buni yig'ma holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana bemalol ko'rib, o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Kimga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz tikib tayyor qilib beraman. Mana yig'ma holatlarini ham ko'rib o'zlaringiz baho beringlar. Ko'rpachalarimiz, yostiqlarimizni zamoklari hammasi mana.